Ukam. Men bilan inna o'ptimgan bormi? Ha, bor aka, qancha kerak? Zafar, optim emas, ulgurji bo'ladi. Oh my goodness. O'zbekcha gapirish shunchalik ham qiyinmi? Ha? Safarimizda 11-kuni Italiyadan to'g'ri Toshkentga kelib qo'namiz xolos. Zo'r aka. Ey girgitton, qaroring. Manmi aka? Uka, siz chaqiryapman. Girgittonmisiz? Yo adashdimmi? Mani ismim Bilol aka. Abduhay, sen bundoq zamonaviy bo'lgan, chet tillarda ham gaplashaveraylik, ha. Ukam, shod berib oling. Bo'ladi. Murod aka, счет emas, hisob bo'ladi. Va. Anu, bolalar to'lab turinglar. Ol. Endi bilasizlar, menda har doim shu valyuta yuradi. Dollar, yevro, shunaqa deymanda Murodbek. Zafar. Eplading lekin. Ha, mayli-de. Aka, Nima? peshkom yuraveramizmi? Odam charchab ketdi. Bo'ldi. Hozir. Baxtiyor, peshkom emas, piyoda bo'ladi. Hozir mashina chaqiraman. Aka, mashina emas, ulov bo'ladi. Nima? Yuring aka. Izvor. Qiyinmi shu? To'xtanglar. Kel. Tezroq gaplashing aka. Murod aka bir daqiqa. Zafar inglizini yaxshi biladi. U gaplashsin. Gaplash, Zafar. Marhamat. Hi sir, we are today nada. What? Haligi and left bro, sorry. and Excuse me. Can you take us to Bratislava Castle, please? Okay, no problem. normalni gaplashtirdik. Ketdik. Ketdik bolalar. 100 eurodan 200 bo'ldi 2 kunga. Bo'ldi? Menga ham to'lab turinglar. Hozir valyuta yo'qdi yonimda. Doim dollar, yevro ko'tarib yurarding, nima bo'ldi? Adar so'mab qo'yapman, nima endi? Berib turinglar meni. Baribir yo'lini topdim-a? Nima qilsak bo'ladi endi Murod aka? Alishtirsa bo'ladi. Bo'ldi aka, mana pul to'lab yuboring. Shoshmang, Murodbek aka. Mr. Murodbek aka, please give me back my money. Inglizcha sayrashini qara buni. Videoni Zafarga o'xshagan naviyoli do'stinglarga yuborib qo'yinglar. Mr. Murodbek aka, Hoji aka, iltimos. Hujum qilamiz. Hoji aka, o'zimni ham o'rgansin deb. beraman aka. Akajon, o'zim ovqat beraman. Iltimos, jon aka.